Hammaga assalomu alaykum. Kuninglar xayrli bo'lsin. Muborak Ramazon oyining 11-kuni muborak bo'lsin. Bugun bizani Amerikadagi yaqin o'zbekistonlik jigarlarimiz iftorlikka chaqirishdi. Bir ro'zador insonga iftorlik qilib bergan barchadan Alloh rozi bo'lsin va ajr savobini ziyoda qilsin. Qo'y go'shti pishirishgan ekan, kartoshka fri bilan mazza qilib yeb oldik, salatlar bilan juda ham shirin chiqdi. Qarasam desertga trafl shirligiga pishirishayotgan ekan. Eng katta yordamni men berdim, albatta mevalarni ustiga taxlab turdim. Qaranglar qanaqangi chiroyli. Mazasi ham shunga yarasha 10 dan 10 juda ham shirin chiqdi. Choy damlashdi. Choy ichib, mazza qilib birgalikda suhbat qurdik. O'zbekistondagi hammani esladik o'zi ham. Quloqinglar qizigan bo'lsa bizdan ko'raveringlar. Qaranglar, sizlarga ko'rsam trafl ichini juda ham zo'r qilib pishirishgan. Ta'mi prosta bomba. Kremlari ham shunaqa zo'r. Har bir chet davlatda yashaydigan inson o'zini vatandoshini ko'rsa juda ham xursand bo'ladi va yig'ilib suhbat qilgan boshqacha. Sizlar ham yig'ilib turinglar. Shuncha narsani biqin qilgandan keyin albatta kivi yeb hazm qildik. Sizlarga bo'lsa bye.